Media rasmiy kanal deb chiqadi. Unda media futboldagi yangiliklar ko'pincha chiqadi. Azizlar, boshida ko'rgan videongiz bu yaqindagina o'sha Unwanted Boys ayrim jamoalarga Telegram kanalida atvet qilib chiqqan, ya'ni ular orqasidan yomon gapirib chiqqani uchun qilgan javobimiz edi. Va shu o'rinda bitta narsani aytaman, men bu videoni chiqarganimdan so'ng menga nisbatan haterlar ko'paydi, ya'ni Unwanted Boys muxlislari ko'paydi. Sen Unwanted Boys dushmani deyishdi. Men bugun o'shalarga bitta gap aytaman. Hurmatli ana shunaqa muxlislar. Men hech kimning muxlisi emasman. Men O'zbekiston patriot farzandi sifatida men butun o'zbek media futbolining muxlisiman. Va asosiy qism do'stlar, agar Unwanted Boys shunchalik sizlarni aytyapsizlar, yaxshi, men yomon demayman, barakalla, ular xalqaro maydonlarda zo'r ishlashdi. Zo'r, birinchi bo'lib borishdi. Lekin bitta narsani qaranglar. Bu video chiqqandan keyin Islom Abdujabborov va uning akasi Rustam Abdujabborov meni bloklamasligi kerak edi. Agar ular to'g'ri bo'lganda. Ular menga bog'lanib, nega bunaqa video chiqardingiz? Buni sababini bir tushuntirib bersangiz, bizga ana shunaqa muammo bo'lyapti, bizga nisbatan nohaqlik deyilganda, men ularga tushuntirib berardim.